o'zbekni itarib ketdi degan gapni ko'p eshitamiz. Ayni mana shu chet el mamlakatlarda yashaydigan o'zbeklarimiz haqida ketyapti. Hammasi haqida emas, lekin ko'pchiligi baribir kiydirib ketadi. Shuni hisobiga blogerlarga ishonch oshib ketadi. Chunki blogerlarni aldamaydi deb o'ylashadi bizning sodda xalqimiz. Lekin aldoqchilari ham bor. Lekin shunda ham yuzini olib chiqdi-yu, bu aldamaydi-yu deyshadi. Amerikada yashaydigan o'zbek vatandoshlarimiz bilet mojarosiga duch kelib, qiyin ahvolga tushib qolishibdi. Ya'ni biletni vaqtida olishmagan, vaqtliroq harakat qilishmagan, ko'chaga chiqib bilet olamiz, bilet narxi oshib ketgan, saytda bilet qolmagan, kassaga borib bilet ola olmaydi chunki masofalar juda oralari uzoq, joyga borib olish kerak. O'zbekdan bilet olaman desa, misol uchun Portugaliya O'zbekiston o'yiniga bilet birinchidan qimmat, ikkinchidan 1,5-2 ming dollarga bilet olaman desa, hozir begona odamning kartasiga pul tashlab berish kerak. O'zbek bo'lsa ham. Chunki o'zbekga ishonmaydi. Chunki bir nechtasi menga ko'rsatdiki, aka men aldanib qoldim, 1,5 mingga tushdim, 2 mingga tushdim. Shunaqa payt bizga o'xshagan blogerlarga talab oshib ketadi. Lichkamga roza yozishadi. Aka bilet topib bering, bilet topib bering. Homiylar tomonidan menga 2-3 ta kompaniya ikkitadan bilet sovg'a qilgan. O'y, menda bilet bor, kerak emas dedim. Bittasi Xitoydan keldi, bittasi Amerikadan bitta akam sovg'a qildi. Men tushmaydigan bo'ldim, aka sizga berdim. Aka biletim bor desam, aka xohlasangiz tekinga berib yuboring, xohlasangiz sovg'a qilib yuboring. Endi men biletni tekinga berib yuborish yoki sotib yuborish bu meni qo'limda. Bu narsa noto'g'ri hisoblanmaydi. Bu harom ham bo'lib qolmaydi. O'zim yonimda o'g'lim bor edi, o'g'limga berdim. Yaqinlarim so'radi, yaqinlarimga berdim. Qolganini sotdim. Ya'ni qanaqa sotdim? Bozor qanaqa narx talab qilsa, shunaqa narx sotdim. Buni любой biznesmen tushunadi. Lekin ayrim Amerikadagi trakchi ukalarimiz hammasi emas. Bilmayman, balki sizlar pulni qiynalib topayotgan bo'lsanglar kerak, rosa qiynalib ekansizlarki, shuni ham video qilib olib chiqibsizlar akalar. Siz vatanparvar ekansiz. Nimaga biletni harakatini vaqtliroq qilmadingiz? Men aybdorman. Siz yig'lab yuboring deb telefon qildingiz. Aka, menga bilet topib bering. Men boshqaga ishonmayman dedingiz. Sizga biletingizni hal qilib berib, men o'zimning qo'limdagi turgan 2-3 ta biletimdan bittasini sizga sotsam-u, siz bu yerda video qilib chiqsangiz, aka, Allohga kifoya qilaman sizni. Chunki men sizni haqqingizni yemadim. Men o'zimni mulkimni sizga sotdim, lekin siz buni video qilib meni obro'sizlantirib olasiz. Aka, yaxshi ham futbolka temasiga aralashib qolmanman. Lekin aralashganimda ham bu noto'g'ri bo'lmasdi. Ko'p biznesmen akalarimiz sport tovarida ishlaydiganlar, futbolka tiktirib, o'zini dizaynerda qilib, olib borib sotishyapti. 50 dollardan sotishdi, 35 dollardan, 40 dollardan sotishdi. Lekin shuni ham qimmat sanashyapti. Vaholanki Nike, Adidas original futbolkasi 199 dollardan boshlanadi. Unda arzonlari skidga tushganlari bor, eski modellari. Lekin O'zbekistonning futbolkasi 50 dollar qimmat deb sanayotgan bo'lsanglar, demak arzonrog'ini qidiring yoki bo'lmasam o'zingiz Toshkentga kelib tiktiringda, ya'ni 1000 ta qilingda olib borib soting. Oson pul topsa bo'ladimi? Bo'ladi. Mamush 50 dollardan olib 1,5 mingga sotdimish. Kassa ochilgan paytda 50 dollar biletlar shu Amerikaning o'zida qolmagan. Bu ani Paxtakor, Bunyodkor stadioni emas. O'zbekistonda hal bo'ladigan. Bu mirovoy biletlar-ku. Mirovoy biletlarga bitta kichkina bloger ta'sir ko'rsatishi mumkinmi? Odam kulgisi keladi, to'g'ri.